Obunachilari, bugungi videomizda men akkaunt obzorini chiqaraman. Akkauntni ko'ryapsiz, 84 marta birinchi o'rinni olingan va 8 marta ikkinchi o'rin va 6 marta 3-chi o'rinni olganman va stadion 45,000 kilometr, daraja 86, mana yutganlarim 53, ya'ni bu nechiga to'g'ri bilmadim, 850 bo'lsa kerak. 850 marta yutganman, emojilarni ochmaganman va rekordlar hozir mana menda 11 ta kubok, 2 ta bunaqa kubok va bunaqalar bor va 4 ta Division 2 niki bor. Bu kuboklarni hali ochmaganman. 24 ta oltin to'p va bu silver, bronza, gold kuboklar va men bu yerda hozir diamondni olmoqchiman. Yana bolalar, men Barselonani formasini qo'ydim. Barcha muxlislari uchun mana Barsani formasi Barsani logotipi. Mana yerda bola, bu yerda Barselona emas, dalasi Jasurbek deb qo'yinglar va bu yerda dalasi bolalar. Endi bu yerda sizlar mana saqlanib bo'lsa, igroklar yo buni keyinroq ko'rsataman. Bu trener va bolalar, men hozir nimani ko'rsatsam ekan, mana buni 886 marta yutgan ekanman. 900 qilgandan keyin bu 53 bo'ladi. Shunaqa daraja ko'tarilib boraveradi. Va meni tarkibim Son, Haaland, Yamal va boshqa o'yinchilar bor. Mana ko'ryapsiz o'zingizlar. Bo'lib, endi men bu yerni ko'rsataman. Bu zaminada Rafinha, Messi, Lewandowski, Bellingham, Tonali, Olmo, Orban, Balde, Luka Modric, Kurtva qo'yib qo'yilgan. Men Kurtvani varataga qo'yib, endi Baldeni bu yerga qo'yaman. Luka Modricni, Pedrini o'rniga qo'yaman. Bola, mana tarkib qanday bo'ldi? Bu yerda Robertson turgani yaxshi. Tarkib qanday bo'lar? Yaxshimi, yomonmi? Kommentda yozib qoldiringlar. Yana bola, mana shuni yutganimni ham video qilib chiqaraymi yoki chiqarmaymi, o'zingizlar aytasizlar. Va yaqinda men bolalar klassik playerni olaman. Mana shu o'yinchini va mana shu 4 ta o'yinchidan bittasi chiqib qoladi. Yo mana Chelini, Matos, mana shunday o'yinchilar, Zenga, Mendieta, mana shu o'yinchilar chiqib qolsa, men buni shorts qilib chiqaraman. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va men mana shu o'yinchilarni ham sotib olishim kerak, chunki men akkauntni kuchaytirmoqchiman. Mana ko'ryapsizlar, kuchaytirgich yig'yapman va buni ham alohida bitta video qilib chiqaraman. Bola, keyingi videoni 20 ta obunachidan keyin qilaman. Kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Bola, aytgancha bola, agar men bilan gapirmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar yoki dilisizda soat nechida kirishinglarni yozib qoldiringlar. O'zim video qilib chiqaraman bola. Yana bolalar, sizlarga bir ikkita life hacklar ham o'rgatmoqchiman.
kimdir fint qilishni bilmaydi yoki kimdir burab gol urishni bilmaydi yoki boshqacha fintlarni. Shuni ko'rsatmoqchiman. Bola qaranglar. Agar yozib ko'rsataman, ekranni mana bunaqa qilib chizsanglar, mana shunday ko'tarsanglar, bu fint qiladi. Hozir ko'rsataman qanaqa fintligini. Qaranglar. Mana shu fintni qiladi. Yana xuddi o'shani teskarisini qilsanglar, pastga bursanglar, bu aylanasiga fint qiladi. Mana shunaqa fint qiladi. Kimdir bilmagan bo'lsa, biroz o'rgatib qo'ydim. Hammaga xayr bo'ldi. Sizlar bilan Talasi Jasurbek bo'ldi.